Assalomu alaykum to'rdoshlar. Men Azrat Grafikadan Azrat bo'laman. Em, Bugun biz shu kasbiy holda Uyg'urcha xatli film ishlashni tafsiliy tushuntirib o'tmoqchi. Balkim Azrat Grafikga uzun bo'ldi yanglarni deb qilishinglar mumkin. Men bu oliy maktab 4-chi yilga chiqdim. Shunga ba'zi bir sabablar tufaylidan to'rbatni vaqtida yanglab qolmay qoldim, lekin ishlamanki mush darsligimiz butunlay tugagandan keyin men bu amal bar kunda yanglab berishga tirishaman. Vaqt munosabati bilan men darslikningki rad tartibini uyg'urcha tarjima qilib olmadim, lekin yozma holatida cho'qim uyg'urcha yozaman. Oldi bilan biz uyg'urcha xatli film ishlashningki zarurligi, andin shu xat hujjati, SRT va ESS hujjatini qisqacha tunishtiramiz. Uning keyin shu osma holatdagi xat nusxasi va o'sha singdirilma holatdagi xat nusxasi, ya'ni xat yezqi, ya'ni nechenzimu andin vaykvatsimu andin shu MKV shaklini tushuntirib o'tamiz. Buningda film ishlaymiz. Silliq bo'ldi bu darslik. Uning keyin yozma holatga shu uyg'urcha xatli film ishlashningki zarurligi to'g'risida ba'zi bir yozmalarni chiqarib qo'yman. Uning keyin biz shu yuqori aniqlikdagi kinolarni tushirish adresi va yuqori aniqlik bilimlar to'g'risida yana ozroq qisqacha dars qilib so'zlayman. Uning keyin yozma holatda shu yuqori aniqlik filmlarni tushirish adresi qatorliqlarni ta'minlayman. Uchinchi bo'lib biz shu xat hujjati manbasi, ya'ni shu to'g'ridagi filmlarniki xat hujjatiniki tushirish manbasi, undan xat hujjati shakli, undan shu uyg'urcha xatli film ishlashdagi uyg'urcha xat hujjatlarniki tinish belgilariniki tinish belgilarining shu belgilangan qo'yish usuli, undan o'tmish ko'riktor orqali xatlarni tuzash, uning keyin qisqagina qilib bir uyg'urcha xatli filmniki xat hujjatini tarjima qilish mushlarni so'zlaymiz. Eng oxir 4-chi bo'lib ketadigan barliq yumshoq detallarni qachlashni birin-bir qachlab ko'rsatib berman. Men shuning uchunmi kompyuterdagi barliq munosabatlik detallarni yuvayotdim. Sizlar undan andish qilmasanglar bo'ldi. Men qachlash bosqichlarini hammani bir-birlab ko'rsataman. Buningga shu 6-7 qurollar ketadi. Uning keyin shu qo'sh tillik xatlarni andin eskartib o'tsam, bizningki bu yerda deyilayotgan barliq xatli filmlar bo'lsa, shu uyg'urcha, inglizcha qo'sh xatlik bo'ldi. Taq xatlik film tarjimasi men bu to'g'risida darslik chiqardim. Men bunniki muslarniki filmni tarjima qilganda inglizcha, uyg'urcha tarjima qilishinglarni umid qilaman. Uning keyin 4-chi darsligimizda bizda shu uyg'urcha, inglizcha qo'sh xatlik filmning ikki xat hujjatini biriktirib bir xat hujjat qilish, unda uni shu tahrirligi bo'lgan, ya'ni shu ko'langa, rang qatorliqlar unumlarni belgilagan ESS hujjat qilib chiqarish. Uning keyin shu WhatsApp degan detal orqali uningki ba'zi kodlarni o'zgartirish orqali uyg'urchani to'liq qo'llaydigan bir ESS hujjatiga aylantirishni so'zlab chiqaman. Bu silliq bo'ldi. Buningga shu ESS qo'sh tillik xat hujjatininki ba'zi bir talablari va ketadigan xat nusxasini men xat yezgi shaklda ham ketadigan xat nusxasini to'g'ri yo'llab tushirish adresini ta'minlayman. Eng oxirida bo'lsam shu
AVS hujjati orqali bizningki eng negizli qurol bo'lgan Miguy deyli mushuni. AVS hujjati orqali Miguyni ishlatib eng oxirgi shu filmga singdirilgan Uyg'urcha xatli filmni ishlash filmini ko'rsatamiz. Eng oxirida bo'lsa shu yoziq shaklda shu Hazrat Grafga Uyg'urcha xatli film ishlashdagi barliq shular deymiz. Masalan, xatning cho'ng kichigi necha, inglizchaga ishlatgan xat nusxasi qancha, filmningki film value ya'ni shu kenglik, egizlik qimmatlar qancha degandek mushlarni men hozir bu yerda to'liq yozib olmadim, lekin yoziq shaklda bu to'g'risida tafsiliy tushuncha yozib berma. Bu bo'lsa ishonamanki bu hammadan hozirgi mayli qancha bekatlar olamdi yoki uyg'urcha bekatlar olamdi. Hozir ishlatadigan hammadan kasbiy bo'lgan shu xatli film ishlash darsiga bo'ldi. Hammamizga tanishlik bo'lgan shu Yingshi degan to'rbatmi shu usullar orqali o'zlarining filmini yo'llaydi. Men bu nurg'un jihatda shu to'rbatdan o'rnak oldim. Ko'pchilikning qo'llab berishini umid qilaman. Oldi bilan biz shu nima uchun Uyg'urcha xatli film ishlaymiz degan savolda qisqagan to'xtalsak, bu yerda yoziqcha yozib qo'ydim. Men shuni qisqacha bir o'qib bersam. Hozir mayli qanday kino ko'rmang, ovoz berilgan yoki xatsiz filmlarni nihoyatda oz uchirtasiz. Albatta bu yerda delayotgan qancha bekatlardan tushirilgan filmlar. Shaxsan o'zimmi shu ovoz berilgan filmlarga qat'iy qiziqishim yo'q. Chunki shu ovoz berilgan filmlar berilgan ovozni jonlantirish uchun filmdagi ba'zi bir inchki taqlidiy ovoz va yoki boshqa ovozlarni biroqli so'z yutadi. Shunga ovoz berilgan filmlarda asosan mos kelmagan qattiq odam ovozidan boshqa ovozni asosan anglamaysiz va yoki bir pasiv bir o'lik bo'lib anglaysiz. Uningdan boshqa kino shirkatlari zo'r mablag' va ziyon sarf qilib shaxsga berilgan ovoz tadqiq elib berib, ondan bizga kinoni sunsa, biz yana nima uchun ovoz berilgan sifatsiz filmni ko'ramiz. Bu yerda men shu yozilganlarni o'qib chiqdim. Ondan Uyg'urcha xatli film ishlashda ba'zi bir muqarrar sabablar bor. Masalan, hozir ikkinchi qatim purslab e'lon qilingan filmlarning hammasi MKV shaklida bo'ldi. Birinchi qatimliqi albatta shu Ko'k Nur disklar, ya'ni Langguang deymiz. MKV formatining alohidligi bo'lsa, hujjat ichiga un hujjati, sin hujjati va xat hujjatini akirib jug'lablar ba'zi bir tez suratli hisoblashlar orqali sifatli bir sin hujjati hosil qila oladi. Bu demakchi, siz MKV shakldagi filmidan uni va sinni ayirib chiqa olasiz. Agar xat hujjatini esib qo'ygan bo'lsa, masalan xat hujjatini MKV ichiga akirayotgan bo'lsa, xat hujjatini ayirib ola olasiz degan gap. Biroq undaqda ba'zilar so'rashi mumkin, MKV hujjatiga biz uyg'urcha tarjima qiliblar xatni esib qo'ysak bo'lmamdi deb. Biroq bu MKV shaklida elingan xat hujjati ko'rsatilgan xat nusxasi bo'lsa, o'zingizning shu kompyuterning ichidagi xat nusxasi. Hargizmi shu xat shu Uyg'urcha xatli filmni tarjima qilgan kishiniki ishlatgan xat nusxasi emas. Shunga sizning kompyuteringizdan shu ASS hujjati, ya'ni shu xat hujjati ishlatgan xat nusxasiningki bo'lishi notayin. Shundaqla sizda Uyg'urcha xat nusxasining bo'lishi notayin. Shunga bu usul bizlarga yoqmaydi. Xan yo'llashlariningki xat nusxasi
agar kompyuterda bo'lmasa, ular hammani shu so'ngti shaklda ko'rsataverdi. Shunga ularningki mayli xat nusxasi bo'lsin bo'lmasin, ularniklar shu MQV ichiga singdirilgan shu xat nusxasi normal ko'rinaverdi. Shunga bu yerda uyg'urcha xatli film ishlashda ba'zi bir muqarrar sabablar, yana ba'zi bir shu taraqqiyotga yuzlanish sabablar bo'ldi. Masalan, hozir boy deganimizdek, hozirgi filmlarning hammasi asosan shu xatli filmlar, ovoz berilgan yoki xatsiz filmlarni oz uchraydi deb. Biz hamda shu SRT va ESS ikki xil xat hujjati to'g'risida qisqacha bir to'xtalib o'tsak. SRT hujjati deganimiz masalan ma'nosida buni TXT shu www-da olsanglar bo'ldi. Buni ochgandan keyin bunday ko'rinishlar chiqadi. Bu nima deganda, bu yerdagi bir bo'lsa, birinchi bo'lib ko'rinadigan mazmun. Andan mana ostidagi bo'lsa vaqt o'qi. Ya'ni 9 sekunddan 13 sekundgacha bo'lgan shu oraliqda mana ikki xat ko'rinadi degan gap. Ustida xanzuj xat, ostida bo'lsa munosabatli ingliz xatlari. Andan mana bo'lsa ikkinchi mazmun. Bu oraliq chuqur bo'shliq bor. Ikkinchi mazmunda 14 sekunddan 16 sekundgacha bo'lgan oraliqda mana xatlar ko'rinadi degan gap. Ostida mana shunda. ESS hujjati bo'lsa, shu SRT hujjatiga qaraganda bir qadar alohidroq. Ya'ni ESS hujjatiga siz xat unumi bera olasiz. Masalan, xatningki saysi, xatningki cho'ng kichikligi ko'rinadigan xatningki rangi, andan ba'zi bir kirib chiqish unumlari qatorliqlarni bera olasiz. Lekin ikkisining mohiyati asosan o'xshash. Ularning hammasi shu belgilik vaqt ichida belgilangan xatni ekranda ko'rsatib berishdir. Masalan, mana yechib qarab baqsak, sizlar mana birinchi xat qaraydigan bo'lsak, buningdimi ko'rilish tez emas. Buningdimi 9 sekunddan 13 sekundgacha bo'lgan oraliqda mana xatlar ko'rinadi degan gap. Ana inglizcha mana bu o'tirdagi mana nima deganda maxsus shu ingliz xatlarniki ko'rsatilgan unumlari. Masalan, mana qisqacha deb bilsam, mana bo'lsa xat nusxasining cho'ngligi masalan 14, ana mana ranglari, ana yana ba'zi bir ko'langilar degandek. Ishlatilgan xat nusxasi bo'lsa, va yoki bu faqat shu ingliz tiliga ishlatilgan. Asosan shular. Biz tarjim qilish qanundan boshlaymiz deganda, biz asosan shu SRT hujjatini tarjim qilishdan boshlaymiz. SRT hujjatini ESS hujjatiga aylantirish nihoyat oson. Shunga biz tarjim qilishda shu SRT hujjatini boshlab tarjim qilamiz. Uni keyindan hamda biz shu singdirilgan xat hujjati andan esilgan osma xat hujjati to'g'risida bir tushuncha o'tsak, uni xanzuj bo'lsa nechinchimi, uni vayg'atsimi mushkisi. Bu singdirilgan xat nusxasi xat hujjati deganimiz nima deganda, shu tarjim qilingan xat hujjati, masalan, mana ba'zi bir qurollarni ishlatib filmning o'ziga butunlay surat shaklida singdirilgan bo'ldi. Esilgan holatdagi xat hujjati nima deganda, siz filmni qo'yatib, shuningga shu
o'xshash ismdagi, masalan, o'xshash ismdagi xat hujjatini akirib qo'ysangiz, shu xat hujjati filmning ustida ko'rinadi. Masalan, mana buni sinab baqsak hozir. Hozir mana SRT ni kiray. Earth, birthplace of the Qaraydigan bo'lsangiz, bu hozir ko'ringan xatlar bo'lsa, dal mushu bayqi SRT hujjati. Buni biz mushu bay deyilgandek Vaygwatsimu deymiz. Andan bizning bu filmni ishlashdiki, andan men mana singdirilgan xat nusxasini ko'rsatib qo'ysam. Masalan, mana buningdek. previously on A. Bu hargizmi bu hozir ko'rinayotgan xatlar hargizmi bir xat hujjatini sevrab kirib chiqargan xatlar emas. Bu balki mushu filmning ichiga singdirilib, mushu surat altida, ya'ni film altida singdirilgan xatlar. Buni o'chirgilim bo'lmaydi. Ham uni MKV hujjatidan xat hujjatini ilib olgandek, uni sirtqa ilib olgan bo'lmaydi. Demak, qisqacha qilib aytganda, bularning hammasi faqat suratlar, rasmlar. EMC's the Bizning Uyg'urcha xatli film ishlash darsligida so'zlayotganlarning hammasi shu singdirilma holatdagi xat nusxasini eng oxirida Uyg'urcha xatli film qilib ishlashdir. Endi MKV hujjati to'g'risida qisqacha so'zlab o'tsam, MKV hujjati bo'lsa bir xil ovoz, sin, ondan xat hujjati qatorliqlarni o'ziga bir singdirib, o'ziga hammani jug'lab bizga film qilib qo'yib beradigan bir xil qulaylik film shaklining birisi. Shunga hozirgi filmlarning hammasi asosan degidek MKV shaklida chiqadi. Bizningmi shu darslikda eng oxirida ishlab chiqilgan filmimiz cho'qim MKV holati bo'ldi. Birinchi darsligimizda biz shu Uyg'urcha xatli film ishlashdan keyin zo'rligi SRT ESS haqida to'xtalib o'tdik. Ondan shu singdirilgan xat hujjati, eslgan xat hujjati va MKV to'g'risida qisqacha so'zlab o'tdik. Men yozma holatga shu sinning ostiga shu Uyg'urcha xatli film ishlashdan keyin zo'rligidan keyin yeziq nusxasini yo'llab qo'yman. Bu qatimqi darsligimiz musharakchi bo'ldi. Ikkinchi qatimliq darslikda ko'rishaylik.